Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanidagi ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Gap shundaki, bir fuqaro Makka shahridan muqaddas Ka'baning yopinchig'i, Ka'ba po'shning bir qismini olib kelib, uni masjidga hadya qildi. Ma'lum bo'lishicha, Qurbonqashqar qishlog'ida yashovchi Akbarjon ismli yurtdoshimiz Ka'baning eshigi ustiga yopiladigan muqaddas matoni olib kelgan. Ushbu noyob va qadrli yodgorlikni qishloqdagi Asqar Mahmud Pirim jome masjidiga topshirgan. Hozirda mazkur Ka'ba po'sh masjid to'g'risiga ilib qo'yilgan bo'lib, bu holat mahalliy aholi va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Aytilishicha, ushbu matoning o'lchami taxminan 16 kvadrat metr bo'lib, bo'yi 5 metrdan ortiq, eni esa 3 metrdan ortiq. Ko'pchilikka ma'lumki, Ka'baning yopinchig'i har yili yangilanadi va uning ayrim qismlari belgilangan tartibda sotuvga chiqariladi. Shu bois, Uchko'prik tumaniga olib kelingan ushbu muqaddas mato ham ancha qimmat narx evaziga sotib olingan bo'lishi mumkin. Endilikda ushbu masjidga ziyoratga keluvchilar soni yanada ortsa ajabmas. Ayrimlar buni katta savobli ish deb baholasa, boshqalar turlicha fikr bildirmoqda. Bu holatga siz qanday qaraysiz? Shu kabi dolzarb va qiziqarli xabarlarni kuzatib borish uchun Vodiy 24 sahifalariga obuna bo'ling. Joylanish jarayonida Alloh xudo xolasa sizga qaysi